Nimaga sizlarda gilam yuvish boshqalarga qaraganda ozgina qimmatroq? Farqi nimada o'zi? Hop, biza arzon narx uchun sifatni qurbon qilmaymiz. Bizda 7 bosqichli avtomatlashtirilgan tizimda yuviladi. Ya'ni gilamlarning holatini ko'rib, imini o'sha joyini o'zida kir joyini ishqalab qo'ymaymiz. Alohida yondashuv beriladi har bitta gilamga. Gilamda qolgan mayda tang zararli bakteriyalar, har xil zararli moddalar bo'ladi. O'shalarni yo'qotamiz 100%. Har bitta gilamga alohida suv ishlatamiz, alohida kimyo ishlatamiz, alohida shampun ishlatamiz. Natija ham shunga yarasha bo'ladi. Ko'pchilik rotor bilan yuvish yaxshi deyshadi. Unda sizlarning 7 bosqichlik avtomatik tizimlarning farqi nimada? Xo'p, rotor faqat bitta funksiyani bajaradi, ya'ni o'sha dog'larni o'zini ishqalab ketkazib beradi. 7 bosqichli avtomatlashtirilgan tizimda umuman boshqa narsa. Ya'ni rotorga o'xshab yuvilmaydi. Gilamlarni changga qoqiladi. Qoqilgandan keyin tanker degan apparatimiz bor. U tankerda kimyoviy moddalar solingan bo'ladi. Ya'ni gilamdagi har xil dog'lar, ketmaydigan dog'lar bo'ladi. Ichidagi ko'zga ko'rinmagan qum zarralari bo'ladi, changlar bo'ladi. Qoqilganda baribir qisman chang qolganda biz o'sha tanker apparatimizga qo'yamiz. U 1 soatdan 1,5 soatgacha tindiriladi. Tankerdan ivitilgandan keyin gilamda Turkiyada ishlab chiqarilgan maxsus uskunamizda, ya'ni apparatimizda kimyoviy moddalar bilan yuviladi. Har bitta gilamga alohida shampun, alohida suv ishlatamiz. Gilamlar yuvilgandan keyin sentrifugamiz bor. Sentrifugada 90-95% gilamni suv chiqarib tashaladi. Maxsus o'zini quritish xonasi bor. Maxsus quritish xonasi 3 kundan 4 kungacha gilamlar o'sha quriydi. Ya'ni biz gilamlarni tashqarida quritmaymiz. Maxsus gilam uchun qilingan xonamiz bor. 3-4 kun davomida quritiladi. 100% gilamlar quruq bo'lgandan keyin maxsus o'zimizni upakovka apparatimiz bor. Upakovka apparatga qo'yiladi. Maxsus spreylarimiz bor. Spreylar hammasi Turkiyadan keladi. Upakovka jarayonidan keyin mijozlarimizga gilamlarni yetkazib beramiz. Hozirgi kunda O'zbekistonda changli havo tez-tez kuzatilmoqda. Bu gilamga qanaqa ta'siri bor? Hozirgi iqlimga keladigan bo'lsak, havodagi chang zarralari xohlasak, xohlamasak uyimizga kirib boradi. U chang kirgandan keyin nima bo'ladi? Gilamga tushadi deylik. U gilamga tushgandan keyin gilamda bosiladi. Chang yutgich, ya'ni shu pilisosda tozalanganda pilisos gilam ustidagi changni olib beradi. Oyoq bilan bosilganda unga singib ketgan changlarni uncha pilisos ham olib bera olmaydi. O'sha qismini bizda misol 7 bosqichli avtomatlashtirilgan tizimda vibratorimiz bor. Ya'ni o'sha maxsus uskunamiz orqali qoqib, changlardan 99% ichidagi даже qolib ketgan mayda zarrachalar, qumlar, ko'zga ko'rinmaydigan chang bo'ladi. O'shalarni qoqib beriladi. Bu jarayon ayniqsa yosh bolali oila